Mustafa, ukam ehtiyot bo'l. Xo'p bo'ladi, akajon. Assalomu alaykum, otajon. Yaxshilab o'tdingizmi, otajon? Va alaykum assalom. Rahmat. O'zinglar yaxshi dam oldinglarmi, bola? Ha, rahmat aka. Bab, atimdan baba necha o'tishga Bu sening ham ancha kelib turibdi-ku, bola. Rahmat. Xudo xolasa, 1-2 kunda oilani olib kelamiz. Xo'p, seninglar bilan birga hammamiz kutib olamiz. Bo'ladimi? Xo'p, bo'ladi. Barakalloh. Qani o'g'illarim, men sizlarga o'rgatgan har kunlik o'qitimni takrorlab olasiz. Bo'ptimi? Xo'p, xo'p. Agar va'da bergan bo'lsang, Bajar. agar kimdir kuchsiz bo'lsa, Himoya qil. yoningda katta odam bo'lsa, Hurmatini joyiga qo'y. atrofingdagi do'stlaringga, O'rnak bo'l. agar yoningdagi inson xato qilsa, Kechir. agar u yana xato qilishda davom etsa, Undan voz kech. yiqilgan odamni ko'rsang, Unga qo'lingni cho'z. ota-onang hayot bo'lsa, Ularni asra. g'olib bo'lsang, Kerilma. tutqazsang, Yig'lama. har doim hammaga, Adolatli bo'l. hech qachon Yolg'on gapirma. sizlar yigit kishisilar. Shu nomga munosib bo'ling. Bo'ptimi? Kelishdik-a? Xo'p, Rahmat. Endi nonushtadan tez qilib olamiz. Keyin seni IT kursingga, xo'p. seni ingliz tiliga olib boramiz. Xo'p bo'ladi, jon. Olinglar. Senga har doimgidek, Mo'jizagligi. senga esa Ko'prakligi rahmat. o'g'illarim. Sizlar kimsizlar? Biz eng zo'rimiz. Mendan sizlarga nima yordam? Hammasini o'zimiz uddalaymiz. Alloh qayerda? Alloh har doim biz bilan. Bugun qanaqa kun? Bugun bizning kunimiz. Barakalla bolalar. Men sizlar bilan faxrlanaman. Endi ketdingmi? Ha! Ol hammadan zo'r